Captiva 14.500 AQSh dollari bor yo'g'i, Chevrolet Traverse bo'lsa baland opsiyasida 33.000 AQSh dollari. Nima uchun bunaqa arzonligini hozir sizlarga aytib o'tishga harakat qilaman. Mashinamiz yangi, paket, hammasi paket, yangi turibdi. Bitta ichini ko'ramiz, beskulchoy dostuplar bor. Menga yoqadigan tarafi taxoga o'xshaydigan rul, taxoga o'xshaydigan monitorlarga ega bo'ladi. Komplektatsiyani ko'rasizlar. LT komplektatsiya bo'lganligi uchun panorama tomlari bor, rullarda lipistoklari, o'rindiqlarda, orqa o'rindiqda, ya'ni kapitanskiy o'rindiq bo'ladi. Xo'p, Captivada panorama tomlari bor. Bu ham baland opsiyada keladi. Ko'rasizlar, katta monitor. Nima uchun bunaqa arzon desanglar, bu avtomobillar 2024-yilda ishlab chiqarilganligi uchun bemalol bu avtomobillarni Qirg'iziston, Tojikiston yoki Qozog'istonga bexijolat olib kirib olsanglar bo'ladi. Captivani ham, Traverse ham, rastamoshkasi ularda arzon va chegirma holatda olib kirib olsanglar bo'ladi. Lekin O'zbekistonga bu avtomobil ko'taradimi yo'qmi, endi o'zingiz uchun hisoblab ko'ringlar. Bugungi kunda Emiratdan bo'lgan avtomobillarni jo'natish 3000 dollar atrofida bo'lsa, xizmatlari bor va bu avtomobil bojxonasi bilan kirganda qanchalik to'g'ri keladi yoki yo'q, balki O'zbekistonda arzon bo'lib qolishi mumkin. O'zingizlar bu yog'ini hisob-kitob qilib olaverasizlar. Lekin Emiratda mabodo haydamoqchi bo'lsanglar, avtomobillar juda ham ko'p qalashib yotibdi. Bemalol tanlab olib ketsanglar ham bo'ladi. Agar bular O'zbekiston kirishida muammo bo'ladigan bo'lsa, bizning eksklyuziv Telegram kanalimizda yoritib boramiz. O'zbekistonga kirishi muammo bo'lmaydigan zo'r inomarkalarni kunlik narxlari, kerak bo'lsa bojxona to'lovlari bilan batafsil ma'lumotlargacha yoritib boramiz. O'tib olinglar. Profil yuqori qismida havola mavjuddir.